Assalomu alaykum do'stlar. Hop, poliz ko'chatlari qanday yetishtiriladi hozir batafsilroq tushuntirishga harakat qilaman. Hop. Birinchi qiladigan ishimiz mana bunday stakanchalarga tuproq tashlab chiqamiz. Mana 75% to'ldiriladi. Bu yoqda mana 1 santcha qoladi. Bu yerga urug' tushib ustidan yana tuproq tushishligi uchun. Hop, bu yo'lagimiz eni 1 metr. Eni 1 metr. Chetiga mana bunda yog'och qo'yganmiz. Bu chetida ham yog'och bor. Hop, buni tagida mana bunaqangi sholini qipig'i bor, 3 sant atrofida. Keyin ustidan sholini qipig'ini ustida klinka bor, yaxshilab teshilgan. Ya'ni mana suv beryapmiz hozir. Suv beryapmiz. Mana shu suvni ortiqchasi tagiga o'tib ketishligi uchun. Bundan o'tib klinka teshiklardan, ya'ni yerga singib ketishligi uchun. Hop. Suv berilganda mana tagigacha yaxshilab loy holatiga kelish kerak. Yaxshilab loy bo'lish kerak tagigacha. Keyin urug'lar tashlanib ekilgandan keyin 30 gradus ushlanadi. Mana shunday dugalar qilib kunduzi ham, kechqurun ham iloji bo'lsa 25-30 gradus ishlansa, 2-3 kunda urug' chiqib keladi. Agar gradus pastroq ushlansa, kechroq chiqadi. Shuning uchun suv berishni qo'rqmaslik kerak. 30 gradus qilinganda bu suv parlanib, qurib ketadi o'zi. Hop. Keyin ko'chatlarimiz holati. Hop, bu yerda aeroport navli ko'chatimiz. Bular 3-qulog'ini endi chiqaryapti. Tomonda bu ikkalasi handalak. Ikkala yo'lak handalak.